Anjali bo'lib turib bu joyga birinchi marta kirishim. Menimcha siz ham kirmagansiz aniq. Shunaqami? Yoshligimizda bunaqa narsalarni bu jonim Samarqand, Buxoroga aylanganib borganda bizga olib kelib berardilar. Trenddan qolmaydigan narsa bu albatta milliylik, to'g'rimi? Nima deysizlar? Anjanda premium kachestvadagi aynan bunaqa narsalar borligini yetti uxlab tushimga ham kirgizolmasam kerak edi. Bu joyni o'z ko'zim bilan ko'rganimdan keyin sizlarga tavsiya qilmasam bo'lmaydi deb videolar olib tashladim. Yangi turmushga chiqayotgan kelinchaklarimiz uchun to'y qilayotganlar yaqinroq keling videoni yoniga. Xudolarga beraman desalar shu materiallardan bersalar bo'lar ekan. Bu yerdan qudangizga moslab nimadir topolmasangiz materialni olib tiktirib yuborsangiz ham bo'ladi. 2025-yil trendga chiqargan narsa bu barsetka hisoblanadi. Hamma qizlar taxti deb o'ylayman. Kelar uchun deb turib gapim qolib ketgan ekan-ku. Kelinchaklar qaranglar, nimalar bor ekan bu yerda. Kosmetichkadan tortib sumkagacha, aksessuarlar ham topsanglar bo'ladi bu yerdan. Kelinchakni bezagi aksessuar hisoblanadi-yu, bularni hammasi qo'lishi yasab o'tirganda o'zim guvohi ham bo'ldim, videoga olib qo'ydim. Kelinglar, gapni ko'paytirmay manzilni tushuntirib qo'ya qolasizlarga. Asha o'zimizni Navro'z Mall A blokdan 2-qavatga ko'tarilasizlar. O'ng tomonga qaralsanglar o'zi bitta yakka-yagona bo'lib turib magazinimiz ko'rinib turibdi. Endi borib xohlagan narsangizni xohlaganicha tanlab olsangiz bo'ladi.